Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? 2 yildan oshiq vaqt davomida onlaynda 4000 dan oshiq o'quvchilarni o'qitdim. 4000 dan oshiq insonlarning hayotini yaxshilanishiga, o'zini sohasida, biznesida, umuman o'zini hayotini o'zgartirishiga sababchi bo'ldi. Va ma'lum sabablarga ko'ra men onlayn formatdagi dars o'tishlarimizni to'xtatyapman. Shuning uchun bugun 14-aprel kechki soat 21:00 dan boshlab hayotni samarali boshqarish onlayn kursimizni eng oxirigisini, eng so'nggisini o'tib beraman va mana shundan keyin bu kurs qayta o'tilmaydi. Shuning uchun agar siz bu kursni o'qimagan bo'lsangiz, oxirgisiga ulgurib qoling. Bu onlayn kursda nima olaman degan savol tug'ilishi tabiiy. Mana shu savolga men javob bermoqchiman qisqacha qilib. Siz bu kursda mana 10 yildan oshiq vaqt davomida minglab biznes va shaxsiy rivojlanishga oid o'qigan kitoblarim, qatnashgan yuzlab seminar treninglarimda olgan eng muhim bilimlarni, eng asosiy sizga kerak bo'ladigan, sizning hayotingizga, sizning biznesingizga, sizning kasbingizga manfaatli bo'ladigan qismini olasiz. Men sizga kafolat beraman, bu bilimlar albatta sizning hayotingizni o'zgarishiga, biznesingiz va sohangizda yaxshi natijalarga erishishingizga yordam beradi. Bordi unaqa bo'lmasa, men sizni kurs uchun to'lagan to'lovingizni 100% qaytarib beraman. Bu narsaga men kafolat beraman. Bu imkoniyatdan, aniqrog'i bu oxirgi imkoniyatdan foydalanib qoling. Shu bilan bu kurs qayta o'tilmaydi. Muvaffaqiyat tajriba natijasi bo'ladi. Tajriba bu xatolarning natijasi. Har doim tezroq muvaffaqiyatga erishishda qisqa yo'li bu tajribali insonlarning tajribasini olish bo'ladi. Yo tajribasi bor insonlarni axtarib topib, nima qilib bo'lsa ham o'sha insonni bilim, ko'nikma, tajribalarini o'zlashtirasiz. Buning uchun uncha ko'p vaqt ketmaydi. Yoki o'zingiz mana shu yo'llarni bosib o'tib, mana shu qiyinchiliklarni bosib o'tib va bir necha yil umringizni shunchaki zoya ketkazdirib, o'sha tajribani o'zlashtirishingiz mumkin. Qaysi biri sizga yaxshi, qaysi biri sizga ma'qul?